Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli Qadamjoy Жаңылыктар YouTube kanalining qattoluvchilari. Mana bugun juma kungi erta tongda Xalmiyon bozorini qisqacha sizlar bilan tanishaylik degan niyatda Xalmiyon bozoridan ko'rsatuv tartib o'taman. Ushul Xalmiyon bozori Bayaman Botir bozori deb ataladi. Baringizlarga belgili munaki Mal bazar qizivatgan uchuri vaqtimiz bo'lsa o'tamiz. Hozir men sizlarga oziq-ovqatlarni, produktlar qatorida jana jayma bozorda, tovuq bozorida tanishtiraman. Munaki hurmatli ko'ruvchilar, Xalmiyon bozori ushul darvozadan boshlanadi. Sementlar kelibdir, sementin narxini esini topsaq so'raymiz hozir. Qanchadan? Sizlerden emas mi? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Cemlerden başlaytganmiz. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi Cem? Mana bu makashaq degani. Makachi, makani o'zi. Maka 27. Kunjarachi. Kunjara 32 34 so'm. 32 34 so'm ekan, maka 27 ekan. Makashaq qancha dedingiz? 26. Shakarapchi? Shakaram 22. 22 so'm. Buğdayda o'zichi? Bu da 28. 28. Munaki bardiq narsa bor ekan. Oqmay qancha oldi? Ahmay. Ushul yerga kelsangizlar eng arzon yeri ushul yerda ekan. 600 so'm ahmay, ha? Selitra, karbamid qanchadan bular? Karbamid 2450. Karbamid 2450 ekan. Machayna-da? Selitrachi? 2050. 2050 so'm. Fosfatchi, super fosfat. 900 so'm. Ushul yerga kelsangizlar egintigingizlarni dag'in bayitsa bo'ladi ekan. Salomat bo'ling. Ammo fozim turlari bor deydi. Mana kaybatgandan kelgan, Qizilqadan kelgan mehmonlar. Ushul produktlar qatori. Ushul yerga kelganingizlarda mana yerda yaxshi bir mantiqana ochilibdir. Assalomu alaykum. İşinizga iyilik. İşni boshladingizmi? Barakasini bersin bolam. Barakalla. Şükür, toqchilik, molchilik. Assalomu alaykum. Bolalar arzonmi, qimmatmi? Qancha o'ylaysiz? Murdaga qaraganda, 1-2 jumaga qaraganda arzondadimi? Ahmaylar qancha oldi? Aytersangiz boshdan oltin. 700. 650. Bu bayog'i semichkama o'xshaydi, 850. Yaxshi, rahmat. Munaki bar jo'q bor. Munaki karam, badrindar, pomidorlar, almalar bar jo'q bor ekan. Mana o'rozaga xurmalar bor ekan.
Mınакей сиздерге жаңылык. Кулпунай чыгыптыр. Кулпунайдын челеги канча экен? Кулпунай канча? Кандай? Килограммы 450 сом экен. Мынакей жаңылык. Ona домашний тукумбу? 13тен. Жакшы. Assalomu alaykum baba, qandaysiz? Sog' yaxshimi? Qancha o'ylaysiz? Narxlar qimmatmi, arzonmi? Murda 1-2 jumaga qaraganda qayrib tushdi, boshqa. Eski narxga bar elekding, barib qoladi buyursa, xudo xolasa. Mana avam aytadi, o'ta yaxshi savdogar ekan, estasi yaxshi ekan. Murdaga qaraganda ko'tarildi, azda qayra o'rniga tushib o'tadi deydi. Biroq eski narxiga bar elek deydi. Mınакей жашылчалар, karamlar keltir. Assalomu alaykum ayashilim, qandaysiz? Densoqlik yaxshimi? Narx qancha o'ylaysiz? Arzonmi, qimmatmi? Narxlar qaytdi deydi, arzonlab qoldi deydi, bar joqlar deydi. Ahmaylar qancha oldi? Hozircha bilmayman deydi. Жаңача o'tadi ekan. Bar joqlar. Pomidor qancha oldi? 150 so'mdan pomidor ekan. Badringchi, badring? 100 so'm ekan. O'zbekistondan chiqqan. 100 so'm ekan badring. Qadamjoy жаңылыктары. Qadamjoy жаңылык, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisiz? Qanday yaxshisizlar? Qancha o'ylaysizlar? Bozorda narx arzonmi, qimmatmi? Sizga tartib aytaman. Aytavering, o'zi aytsangiz. Javob berishdan qochdi. Assalomu alaykum. Go'sht narxi qancha bo'ldi? Go'sht narxi 5 so'm. 5 so'm. Murdaga qarang, arzonmi, qimmatmi? Narx tushdimi? Assalomu alaykum. Densoqlik yaxshi ekan, jirashib ketsimsiz. Qancha o'ylaysiz? Narx murdaga qaraganda arzonmi, qimmatmi? Tushdi azmas. Narx tushdimi? Je birday turadi hozircha, hozircha birday turadi deydi. Evet. Qimmat bo'lgani menen bar joq bar, Xudoga shukr. Shukr desh kerak, ha? Shukr deyiverishingiz kerak. Bar joq bar, so'raganingizdan bardig'i bar. To'qchilik, molchilik. Salat chechem bar ekanmi? Maka gigiyena. Alaykum assalom ajaba. Densoqligingiz yaxshimi, tinchsiz? Ajaba, bitta so'rovga javob bering. Ajaba, qancha o'ylaysiz? Narx hozir bozorda qimmatmi, arzonmi? Hemen Murdaga qaraganda. burada karanda yine kımbat bırak pensiyanı koşkanlığa karanda duruz. Alloh razı bo'lsin. O'ta yaxshi bo'ldi, ha? Demak, arzonchilik hali, ha? 2 jumaga qaraganda. Yaxshi ekan, rahmat. Naka süt qaymoqlar. Süt azıqlari qancha bo'ldi? Süt qancha? Nimacha ayran?
Süt, ayran 50 so'mdan ekan. Qaymoqchi qaymoq? Sarı may 550. Tuzlu maychi 500 talta. Ko'cha qancha oldi ko'cha? Assalomu alaykum, yaxshisizlar? Qancha bo'ylasizlar? Yoki jumaga qaraganda narx arzonmi, qimmatmi? Arzonlardan Ancha arzonda qoldi. Produktlar tushib ancha arzonda qoldi deychim. To'qchilik, molchilik hamma yo'q. Bar joyi to'qchilik. Minaki jas kelib gul bazar boshtalibdir.